Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan yoshligimizdagi o'sha mashhur skaska tortini tayyorlanishini o'rganamiz. Ishimizni birinchi biskvit tayyorlashdan boshlaymiz. Tuxumimizni oqiga shakar solib, mikserga ko'pirtirishga qo'yamiz. Tuxumimizni oqi yaxshilab ko'pirib chiqqandan so'ng, tuxum sariqlarini ham bitta-bittadan solib, yaxshilab yana aralashtirib olamiz. So'ng elab tayyorlab qo'ygan unli massamizni ham solib, biskvit massamizni tayyorlab olamiz. 30 ga 40 listimizga solib, biskvitimizni pishirib olamiz qizgan duxovkada. Endi navbat krem tayyorlashga. Kremimiz uchun gazga qo'yilgan idishga tuxum, shakar, sut solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Vanilli pasta ham solib olamiz. Kremimiz qaynab chiqqandan so'ng yana 3-4 minut qaynatib olamiz. So'ng gazdan olib, ustiga kontakt paket yopib, yaxshilab sovutib olamiz. Sariyog'imizni yaxshilab ko'pirtirib olgandan so'ng, sovigan kremimizni oz-ozdan solib, yana mikser qilib olamiz. Mazali kremimiz ham tayyor bo'ldi. Endi pirojnimiz sborkasini boshlaymiz. Biskvitimizni yaxshilab sovigandan keyin ozginasini chetlarini kroshkaga kesib olamiz va teng uchga bo'lib olamiz. Propitka qilib, kremlarimizni surishni boshlaymiz. Kremimizdan ozginasini olib qolib, ustiga suradigan qismimizga kakao solib aralashtirib olamiz. Ustlarini shunaqa qilib bezatib olamiz. Videoda ko'rsatilgan kabi. Qiziljonli Telegram kanalimda ham hozirgi kungacha 500 dan ortiq eng sara retseptlarim o'tilgan. Albatta obuna bo'lib olinglar.